qolgandi, chumchuqni bolasi tushib ketgandi. Keyin ular oyoq singanda bitta ip bilan qog'ozni o'rab, oyog'ini tuzatdi. Keyin ular bitta uyga olib qo'yib, oyog'ini tuzatib, oxirida uchirib yubordi. Barakalla. Ikki aka-ukaning oti nima edi? Bahodir bilan Bahromjon. Bahromjon, barakalla. Zo'r, o'tiring. Barakalla. Rahmat. Xo'sh, ikkinchi guruhimiz Bugun yarimta quloq kech 12 tayinladi. O'g'ri, chol, kampir, butun 6 qiz, idish, butun bola. Yulduz qatlam. Bu so'zlar qatnashgan nima o'tgandik biz? 1,12. Barakalla. She'riy hikoyada 1,12 yulduz. Uni qisqacha ma'nosi nima edi? 1,12 bitta butun qatlama edi. 12 ta yulduz chuchvaraydi. 12 ta chuchvaraydi. Bu nima bo'lardi? Nima haqida edi u hikoya? Chol qirga ketgan bo'ladi. Keyin kampir qirga borish uchun bitta Tohir degan qo'shnisining bolasini iltimos qiladi. Keyin yarim yo'lda Tohir uni yeydi. Yarmini Yeb qo'yadi. Yeb qo'yadi. Keyin chol nima deb aytib qo'ydi deydi kampirga? 1,12 yarimta oy 6 ta yulduz deb qo'ygan deydi. Keyin kampir yarimni yebsana deydi. Keyin Tohir qilig'idan uyalib qoladimi? Bo'ladi, yaxshi. Faqat gapirib berishlaring yaxshi bo'lmadi. Boshlayavering. Boshla. Daraxt, ariq, jonivor, qazon, axlat, dugona, har, yetti, hayot, hovli, toza, salqin, tip-tiniq, dastyor, supurgi, ko'cha, gullar, qattiq, xor, aqlli, tirik, gunoh, suv. Bu so'zlardan foydalanib nima qarorga keldilar? Qaysi hikoyada boringiz? Ayting, Izza hikoyasi. Qanaqa edi uni? Ozgincha qisqacha. Komila bilan Shahlo dugona edi. Bir kun Komila uylarni hovlilarga suv sepayotgandi. Shahlo dugonasi Qurayotgan. Tez-tez ana qisqacha. qurayotgandi. Dugonasi kelib qo'ygan. Axlat dugonasi kelib qo'yganda uni suv sepgan hovliga. Keyin Shahlo olganda xazonlarni axlatlarni suvga tashlagan. Keyin Komilaning jahli chiqib so'radi, nimaga bu ishni qilding? Dedi. Axir gunoh bu, suvdan yaxshilik ko'rib keyin yomonlik qilasanmi deb aytdi. Keyin esa Shahlo naqa deydi, nega jahling chiqadi? Men xazonlarni ham shu yerga tashlayman deb tirjayib turadi. Keyin mening buvim suv 7 marta dumalasa tip-tiniq bo'lib qoladi degan. Keyin tirjayib aytganda, keyin Komila aytgan, meni buvim esa boshqacha gapirganlar. Suvga tupurish, axlat tashlash gunoh, suv birovlarning rizqi deb gapirgan. Barakalla. Keyin Shahlo qilgan ishidan nima? Pushaymon Pushaymon bo'lib xafa bo'lgan. Barakalla.